Bir ingliz tili ustoz menga qo'ng'iroq qilib, ba'zi masalalarda maslahat so'radi. Maslahatlardan biri o'zida o'sish bo'lmayotganligi, progress bo'lmayotganligi, o'zini ustida shuncha ishlasa ham ishida unum bo'lmayotganligidan shikoyat qildi. Va gapni orasida tekinga dars o'tayotganligini ham aytib qoldi. Darhol masalani, muammoni bir uchi shu yerdaligini payqadim-u, unga hech qachon tekinga ilm bermaslikni, tekinga dars o'tmaslikni qattiq uqtirdim. Tekinga dars o'tish bir necha jihatdan zararli, ham o'quvchiga, ham ilm berayotgan o'qituvchiga. Birinchidan, o'zingizni motivatsiyangiz yo'qolib qoladi. Siz ishlasangiz-u, lekin sizga haq to'lashmasa, bu juda ham alamli. Insonni ishlashdan maqsadi nima? Ishlashdan maqsad pul topish va qorin to'ydirish. Siz ishlasangiz-u, lekin sizni ish haqqingizni berishmasa, qorningizni qayerdan to'ydirasiz? Qorningiz to'q bo'lmasa, keyingi darsni o'tishga kuchni qayerdan topasiz? Qayerda tekin narsani ko'rgansiz? Nega endi ilmga kelganda tekin bo'lish kerak? Tekin narsa aylanib, o'rgilib, yana o'qituvchini hisobidan tekin bo'lish kerakmi? Ilm tekinga berilmasin demayman. Ilm tekinga berilishi kerak. Chunki tekin ilmga ehtiyojmand xalq qatlami bor. U xalqni, bu qatlamni farzandlari ham ilm olishga haqli. Ilm tekin bo'lish kerak, davlatni hisobidan tekin bo'lish kerak. Davlat mana shunday tashkilotlarni, tekinga ilm beradigan tashkilotlarni tashkil qilish kerak va bu tashkilotlarda ustozlar katta oylik hisobiga ishlashlari kerak va qorinlarini to'ydirishlari kerak, ro'zg'orlarini butlashlari kerak. Ilm yana boy, saxovatli boylarni hisobidan tekin bo'lish kerak. Saxovatli boylar tashkil qilgan tashkilotlarda ustozlar katta, mo'maygina oylik hisobiga ishlashlari kerak va bu tashkilotlarda ana shu tekinga o'qishga ehtiyoji bor bo'lgan xalqning maxsus qatlami o'qishga haqli. Va bu tashkilotlarda ustozlar katta, mo'maygina ish haqi evaziga ishlashlari kerak. Repetitor darslari ustozni hisobidan tekinga o'qitiladigan bo'lsa, o'quvchi mas'uliyatni his qilmaydi. Baribir ham yo'qotadigan narsasi yo'q. Baribir ham tekin dars-ku deydi va darslarga layoqat bilan yondoshmaydi. Darslarni qilmasdan ham boraveradi. Ikkinchidan, ana shu tekin kurslarda, ustozni hisobidan o'tilayotgan tekin kurslarda o'qiyotgan o'quvchilarning ota-onalari ham mas'uliyatni his qilishmaydi. Bugun darsingga bormay qo'ya qol, ukangga qarash, meni ishlarim ko'p. Bugun darsingga bormay qo'ya qol, ro'zg'orda meni ishlarimga qarash, bugun uyimizga mehmon keladi deydi va farzandini ustoz o'lay deb tekinga tashkil qilgan darsga hattoki yubormaydi. Bu tekinga o'qitilayotgan kurslarda ustozga ham zarar, turgan bitgani zarar. Chunki mas'uliyatsiz o'quvchi yoki ana shu o'quvchini mas'uliyatsiz ota-onasini deb kelmayotgan o'quvchini kutib o'tirib, o'zini hafsalasi pir bo'lib ketadi. U ustoz vaholanki bu vaqtda hech bo'lmaganda o'zini farzandiga ta'lim-tarbiya berishi mumkin edi. Hattoki o'zini farzandiga ta'lim-tarbiya bermasdan birovni farzandini tekinga o'qitaman deb kutib turganda, u o'quvchini kelmaganligi bu ustozga 10 baravar ta'sir qiladi. Va o'zini hafsalasi pir bo'lib ketadi. Men shunchalar yomon ustozmanmi? Men shunchalar noshud ustozmanmi? Nega meni tekinga hattoki tashkil qilgan darslarimga o'quvchilar kelmayapti degan o'ziga bo'lgan ishonchsizlik paydo bo'ladi. Tekinga dars o'taman deb, lekin kelmagan o'quvchini kutib o'tirgan o'qituvchi mana shu yerda o'zini tanlagan yo'liga hattoki shubhalanib qoladi. O'zini tanlagan yo'li noto'g'ri yo'l ekan degan xulosaga kelib qoladi. Bu esa eng yomoni. Shuning uchun ana shu telefon suhbatidagi o'zimni hamkasbim, ingliz tili ustoziga ham hech qachon tekinga dars o'tmaslikni qattiq tayinlab maslahat berdim. Bir vaqtlar 9 oylik Sonic degan, ya'ni tez degan guruhim bor edi. Haftada 2 marta 2 soatdan dars o'tardim. Ana o'shanda 4 oy grammatika, 5 oy IELTS o'tardim. Ham grammatika, ham IELTS 9 oyda tugardi. Keyin ba'zi shijoati baland shogirdlarimiz, o'quvchilarimizni talabiga ko'ra
Ya'ni tezroq tugataylik, bundan ham tezroq o'rganaylik ingliz tilini degan o'quvchilarimiz, shogirdlarimizni talabiga ko'ra haftada 2 martadan emas, balki 3 martadan, xuddi shu 77 ta darsni haftada 3 martadan o'ta boshladim. Shunda Supersonic o'ta tez degan kursimiz paydo bo'ldi. Bunda 3 oy grammatika, 3 oy IELTS. O'quvchi bugun My name is'ni amal taqal qilib aytadigan, ingliz alfavitidan xabardor bo'lgan, uzog'i bilan 40 ta 50 ta ingliz so'zlarini, fazir, mazirga o'xshagan so'zlarni biladigan shogirdlarimiz mana shu kursni boshlaydigan bo'lsa, 3 oy grammatika, 3 oy IELTS, umumiy 6 oydan keyin borib IELTSda topshirib 7+ ballarni olishlari mumkin. Birinchi 3 dars o'quvchilarimni mehmon qilaman. Ularni o'zimni kursimdagi tartib-qoidalar bilan tanishtiraman. 4-darsdan boshlab qora daftar ishga tushadi. Qora daftar 8 ta katakdan iborat. O'quvchi darsga kirmasa, kechikib kirsa, vazifalarni bajarmagan bo'lsa, yodlaydigan narsani yodlamagan, tarjima qiladigan narsani tarjima qilmagan bo'lsa, ana shu kataklarga yozib boriladi. 8-katak to'lgan kuni o'quvchini guruhdan chetlataman, ya'ni haydab yuboraman. Bu o'quvchini o'qitmayman. Ya'ni 1 marta, 2 marta, 3 marta emas, balki naqd 8 marta imkon beraman. Agar mana shu 8 ta imkoniyatdan ham foydalanmaydigan bo'lsa, unda u o'quvchidan umidimni uzaman. Uzrli, sababli degan narsa menda yo'q. Ya'ni bemorlik sababidan bo'lsa ham, safarga chiqqan bo'lsa ham, uyda yig'in bo'lgan bo'lsa ham, baribir yozib boraveraman. Agar uzrli va sababli dars qoldirishlarni qora daftarga yozmaydigan bo'lsam, bu o'quvchi oxirida mendan rezultat talab qiladi. Natija talab qiladi. Va men unga hech qachon sen darslarimni yarmini uzrxonlik bilan o'tkazgansan, men bergan vazifalarni yarmini sen bajarmagansan, lekin uzrli deganing uchun men qora daftarga yoza olmaganman deb unga isbotlab bera olmayman. Shuning uchun menda uzrli, sababli degan narsa yo'q. Nima sababdan bo'lishidan qat'iy nazar qora daftarga yozib boraveraman. Agar o'quvchimni uzrxonligini qabul qiladigan bo'lsam, unda men ham uzrxonlikka o'tishim kerak. Men ham o'quvchilarga uzr o'quvchilar, bugungi darsimiz bo'lmaydi. Bugun do'stining tug'ilgan kuni chiqib qoldi. Boshqa biron kun o'tib berarman. Uzr o'quvchilar, men bugun do'stlarim bilan dam olishga chiqib ketayotgan edim. Biror kun o'tib berarman. Uzr o'quvchilar, men biroz bemor bo'lib qoldim. Mazam bo'lmayapti. Biron kun o'tib berarman deyishim kerak va mana shunday qilib uzrxonlik, dars qoldirishlarini boshlashim kerak. Unda 6 oy emas, 36 oy dars o'tishimga to'g'ri keladi. Mayli, unda narxiga ham roziman. 1.500.000 dan emas, 500.000 dan o'taman. Lekin natijaga javob bermayman. 36 oy vaqt, oyiga mayli 500.000 dan, el qatori, hamma qatori dars o'taman, hamma qatori narxlarni olaman, lekin natijaga esa javob bermayman. Ba'zida yangi o'quvchilar yoki telefonda menga murojaat qilganlarga kursimning narxi 1.500.000 dan desam, eshitgan quloqqa ko'p eshitiladi. Bu narx oyigami yoki 6 oylik kursning narxi shunchami deyishadi. Albatta oyiga deyman. Oyiga 1.500.000 dan 3 oy grammatika, 3 oy IELTS o'qiysiz, 6 oydan keyin borib IELTS topshirib chiqasiz deyman. Mana shu oyiga 1.500.000 dan bo'lgan kursim boshqa joylardagi kurslardan 2 baravar arzon va kamida 5 baravar tez. 500.000 dan o'qitiladigan ba'zi kurslarda 3 yil grammatikani o'qitishadi. 18 oy. Bu narx 3 yilda 18 million bo'lib ketadi. Bu hali grammatikani o'ziga ketayotgan narx. Menda esa 9 millionga, 18 millionni teng yarmi bo'lgan 9 millionga ham grammatika, ham IELTS kursim tugaydi. Va bor yo'g'i 6 oyda. 6 oyda ham grammatikani, ham IELTS kursini 9 millionga bitirib, borib IELTS imtihonini topshirib chiqsa bo'ladi. 1.500.000 oyiga bo'lishiga qaramasdan 2 baravar arzon va kamida 5 baravar tez. Men shaxsan o'zim hech qachon dars qoldirmayman. To'y to'qimlar chiqadimi, gap-gashtaklar chiqadimi, do'stlar bilan o'tirishlar chiqadimi, dars vaqtiga to'g'ri keldimi, albatta darsdan emas, balki o'tirishlardan, ko'ngil xushliklardan voz kechaman. 25 yildan beri hech ham dars qoldirmayman.
Dars vaqtiga to'g'ri kelgan har qanday narsadan voz kechaman. Dars muqaddas. Men o'quvchini darsi uchun shunchalik mas'uliyat bilan munosabatda bo'lyapmanmi? O'quvchi o'zini darsi uchun ozgina bo'lsa ham mas'uliyatni his qilish kerak. Men o'quvchi uchun 25 yildan beri hayot lazzatlaridan voz kechib, ko'ngil xushliklardan voz kechib, darsni o'z vaqtida o'tyapmanmi? O'quvchi hech bo'lmasa 6 oy hayot lazzatlaridan voz kechish kerak. Bu 6 oy hayot lazzatlaridan voz kechilgan 6 oy uni 60 yil hayot lazzatlariga burkab tashlaydi. Bir ayol o'quvchim kursni boshlashdan oldin bir uzrli sababni aytdi. Men bolalarimni maktabga olib borib qo'yib kelishim kerak. Darslaringiz meni bolalarimni maktabga olib boradigan vaqtga to'g'ri kelyapti. Darslaringizga 10-15 daqiqa kechikib kirsam maylimi dedi. Men aslo to'g'ri kelmasligini u ayolga tushuntirdim. Darslarga 10-15 daqiqa kechikib kiradigan bo'lsangiz, men qora daftarga yozaveraman. Uni uzrli sababli deb qabul qilmayman va qora daftarni 8 ta katagini 8 ta darsimizdayoq to'ldirasiz va guruhdan baribir chiqib ketishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun siz kursni boshlamay qo'ya qoling dedim. Sizni sharoitingiz meni kursimni tartib qoidalariga to'g'ri kelmas ekan dedim. Shunda u ayol juda ham jahli chiqdi va siz bor yo'g'i 10-15 daqiqadan kechib menga sharoit yaratib bermayapsiz. Nima qiladi sharoit yaratib bersangiz? Men oilaviy sharoitimni sizga tushuntiryapman-ku axir dedi. Unda siz IELTS 9 ballni yarmidan keching. 4,5 IELTSdan 4,5 olishga rozi bo'ling. Men 10-15 daqiqadan kechaman va sizni o'qitaman dedim. Chunki mendagi kursimni tartiblardan biri darsni boshidagi 15-20 daqiqa mobaynida uyga vazifani talab qilaman. 2 soat dars o'tadigan bo'lsam, ana shu darsimni birinchi 15-20 daqiqasida uyga vazifani qabul qilib olaman. Ya'ni talab qilaman. Agar ilmni faqat bersam-u, lekin talab qilmaydigan bo'lsam, mendagi o'qitish metodikasi bir tiyin bo'lib qoladi. U hech qanday natija bermaydi. Ilm berish va talab qilish bilan bo'ladi. Ilm faqat beriladigan bo'lsa, lekin uyga vazifa qilingan, qilinmaganligi talab qilinmasa, yodlangan, yozilgan, tarjima qilingan narsalar talab qilinmaydigan bo'lsa, unday metodika, unaqa ilm, natija, meva bermaydi. Unday bo'lsa, mendagi kursni boshqa joylardagi kurslardan ham farqi qolmaydi. Berish bor, olish yo'q. Ilm berish bor, ilmni talab qilish yo'q. Unda unday metodika natija chiqarib bera olmaydi. Ilmni amalga tatbiq qilib bera olmaydi. Bundan bir muddat avval 77 ta darsdan iborat bo'lgan supersonik kursimni darslarini barchasini videoga, tasvirga olib YouTube'ga yuklamoqchi bo'ldim. Lekin bu fikrimdan qaytdim. Buni sababi ham xuddi shu. Ya'ni bunaqangi video uroklarni agar amalga oshiradigan bo'lsam, video uroklarni YouTube'ga yuklab qo'yiladigan bo'lsa, u video uroklarda, video darslarda berish bor, talab yo'q. Berish bor, olish yo'q. Natija ilmni berilishi va talab qilinishi bilan amalga oshadigan narsa. Kimdir men yuklagan, internetga yuklagan 77 ta darsimni ko'radi va hech qanday amaliyot qilmasdan borib IELTS topshiradi. Yoki mayli ko'radi, amaliyot ham qiladi, lekin menga hech qanaqangi uyga vazifasini ko'rsatmaydi, xatolarini, qanday xatolarga yo'l qo'yganini bilmaydi va borib IELTS topshirib 4 mi, 4,5 mi oladi va men Almazda o'qidim deydi. Vaholanki men u o'quvchini hattoki ko'rmagan ham bo'laman umrim mobaynida. Lekin u men Almazda o'qidim deydi. Bu esa dahshatli natijaga olib keladi. Ya'ni Almazda o'qib IELTSdan 4-4,5 oldim degan narsa. Bu ham menga, ham Almaz o'quv markazimga dog' bo'lib tushadi. Vaholanki bu o'quvchini biz umuman umrimizda ko'rmagan bo'lib chiqamiz. Shuning uchun darslarimni 77 ta darsdan iborat bo'lgan darslarimni videoga olib YouTube'ga yuklash fikrimdan qaytganman. Bir o'quvchim uyga vazifani darsgacha emas, darsdan keyin tashladi. Va men uni qora daftarga yozdim. Qora daftarga yozganimni bilganidan keyin u menga Telegramdan yozishni boshladi. Iltimos, qora daftardan meni o'chiring.
Men yo'lga ko'p qatnayman, uyimizga ko'p mehmon keladi, men ukalarimga qarayman, meni ishim nihoyatda ko'p, shuncha ishdan ortib sizni darslaringizni qilyapman. Iltimos, qora daftardan o'chiring. Mana shu darsdan keyin bergan uyga vazifamni uyga vazifa sifatida qabul qiling, dedi. Men uzr, unday qila olmayman. Mendagi tartib qoida shunday, qora daftardan o'chira olmayman deb yozib yubordim. Shunda u o'quvchim qat'iyatliligingiz uchun rahmat deb yozib yubordi. Aslida ustozni qattiqqo'lligi, pulni ketib qolishdan qo'rqmasligi bu bir ne'mat. Barchamizga shunday qattiqqo'l ustoz, har bir o'quvchini ketishida pulni ketishini ko'rmaydigan ustoz nasib qilsin. Shu kunlarda meni o'zimga shunday bir qat'iyatli, shunday bir qattiqqo'l ustoz kerak bo'lyapti. Masalan, olgan videolarimni montaj qilish, ularni chiroyli ovoz berish, chiroyli rang korreksiyalarni berish kabi ilmlarga ehtiyojim bor. Qaniydi bir ustoz bo'lsaki, menga DaVinci Resolve degan programmani boshidan oxirigacha o'qitsa, uyga vazifalar bersa, vazifalarni talab qilsa, vazifalarni talab qilganda bajarmagan joylarim, oqsagan joylarim bo'lsa, meni jazolasa. Va natijada men mana shu programmani, mana shu ilmni tez fursatda, sifatli egallasam-da, hayotimga tezroq tatbiq qilsam. Alloh erishib bo'lmas narsani xayol qildirmas. Sizda ingliz tilini o'rganishga ishtiyoq paydo bo'ldimi? Shunga bir motivatsiya, madad, ichki kuch topdingizmi? Bundan tezroq foydalaning. Motivatsiyangiz so'nib qolmasdan turib, ishtiyoqingiz so'nib qolmasdan, fikringizdan qaytib qolmasingizdan turib, tezroq o'rganib oling. Lekin bugungi kunda xoh erkak bo'lsin, xoh ayol, xoh yosh, xoh qari, kim bo'lishidan qat'iy nazar ustozni aldash nihoyatda avjiga chiqqan. Ko'p yolg'on gapirishadi, ustozni aldashadi. Inson ilm o'rganar ekan, ustozga shogird tushar ekan, u ustoz va shogird o'rtasida Alloh turadi. Ustozga yolg'on gapirayotgan odam shu narsani aniq-tiniq bilish kerakki, Allohni aldolmaysiz. Ustozni balkim laqillatarsiz, balkim chuv tushirarsiz, balkim ustoz sizni gaplaringizga laqqa tushdi, ishondi deb o'ylarsiz. Lekin Allohni aldolmaysiz. Allohga makr qila olmaysiz. Ustozni aldaganda shogird uchun juda ham ayanchli oqibat bor. Alloh taolo ana shu shogirdni, ana shu o'quvchini, ana shu insonni barakasini olib qo'yadi. Keyin u o'quvchi yuradi. Boshida yaxshi ketayotgan edim, zo'r ketayotgandim, bilmayman nima bo'ldi, birdan to'xtab qoldim deydi. Uning sababi aniq. Shogird o'rtaga yolg'on aralashtirdi. Yolg'on aralashtirgandan keyin Alloh u shogirdni barakasini olib qo'ydi va u shogird endi hech qayoqqa qimilla olmay bir joyda depsinib turaveradi. Va eng qo'rqinchlisi, bu barakasizlik faqat ingliz tilini o'rganishda bo'lmaydi. Bu barakasizlik boshqa jabhalarda ham, boshqa joylarda ham bo'lishi mumkin. Alloh taolo u o'quvchini, u shogirdni yoki u insonni hayotidan, yurish-turishidan, yeb-ichishidan, obro'sidan barakani olib qo'ysa, undan ham yomon. Va bu ma'lum muddat u insonga tinimsiz ta'sir qilib turadi. Yomon, salbiy ta'sir qilib turadi. Ya'ni faqat ingliz tilidan baraka ketib, faqat ingliz tilini o'rganishda to'xtab qolmaydi, balki butun hayotidan baraka ketadi. Bu inson tezroq tavba qilib, Allohdan barakani qaytib so'rab olish kerak. Va hech qachon ustozlarga yolg'on gapirib, kazzoblik qilmasligi kerak. Aks holda bu barakasizlik u insonni hayotini oxirigacha ta'qib qiladi. Alloh taolo hayotimizdan yolg'onni o'chirsin. Barchamizga haqqoniy, sidqi dildan dars beradigan ustozlarni nasib qilsin. Bunday ustozlarni topishimizda barchamizga Alloh yor va yordamchi bo'lsin.